Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kaderli kıyındaşlar. Bayatımız Kur'an, sünnette namaz buyurulgan ve tergib kılıngan namazlar degan Enes Alım Ustaz'ın kitabını tunuşturup öttük. Hem biz neçe vakti yaxşı birlikte uyunup kelip atkan Şerh bilen Garip arlıqıda İslam Ali İzzet Bigovich'ninki qo'limdagi bunu kitapni birlikte uyunishni davomlashtiramiz. 12. tedbiriye sin derslere Şerh bilen Garip, Garip bilen Şerh'te biz qaptime arlıqıda İslam 3. bab san'at hadisi degan babninki kelgan yerimizden başlayımız qadirli qarindoshlar. San'atkor ve san'at eseri. Kitapning tili biraz nimasi salmoqi eg'ir ekan. Shunlashqa nayt yaxshi tinglashqa, tushunib o'qishga to'g'ri keldi qadirli qarindoshlar. San'atkor ve san'at eseri. San'atning metafizikalik manbasidan farqli bo'lgan bu xildagi g'alita, g'ayri aql, g'ayri tabiat tarifi ustida astoydil o'ylangan vaqtimizda san'at asari tashqi dunyo asari sifatida o'ttirg'i chiqadi va bu san'atning aslidagi g'oyasi bo'lmaydi. G'oya ijodiyatning dal o'zidir. Asar bo'lsa uning kam bo's bo'lmaydigan qo'shimcha mahsulot. San'atning o'zi moyillik bo'lib, tashqi dunyoda emas, ichki dunyoda saqlangan bo'ladi. Ya'ni ruhning ichidagi narsadir. San'at asari bo'lmagan taqdirdami alaylikini saqlab qala oladi. Bu xoldagi ijodiyat istaksiz bo'lsa, san'atdan ig'iz ichish mumkin emas. Pollik degan bir yozibdi buni. Raxt, resim uchun ishlatilgan turi ustida mengib yurib, yoki raxt ustida bo'yoq qutularini pulantib turib resim chizatdi deydi. Raus Chemberg bir qatimliq resim ko'rgazmasini o'xshamagan cho'nglikdagi quruq va ap-oq resim bilan raxti bilan ochgan edi debdi. Yves Klein 1954 yili Madridda bir rangda 10 sahifadan tashkil topgan bir albom e'lon qildirgan edi. Amerikalik royalchi John Cage 4 minut ve 33 sekund namlıq ijodiyatida pianini çalmasdan pianino beshida uzun o'ltirib ketgan. Hamletning harakatdagi harakatsizlik yoki Alexander Chekhovning dramalaridagi harakatlarning ozligi dal bu turga kirdi. Chekhovning ba'zi asarlarida sahnalar sukutdan boshqa bir narsa emas. Sahnada hech qanday ish yuz bermaydi. Chunki harakat ichki dunyoda jarayon qiladi. Umid, pushaymonlik, achchiq, g'azab, nafrat, illat, umidsizlik hodisalar bo'lmasdan ichki tajribalar kategoriyasiga kiradi. Yapon no dramasida sukunatlik sahnalar intayin ko'p bo'lib, 20 minutdak hech ish qilmasdan jimjitlik hukm surdi. Faqatla o'z ishida jarayon qilgan buran chapqinlarni ifodalaydi. Nachar san'atda mavjud bo'lgan bu xoldagi qarash, ya'ni ichki va subyektivlikning ta'kidlanishi, tashqi va obyektivlikning inkor qilinishi natijada bema'ni natijalarni tug'dirdi. G'ayri rasmiy resim san'atida resimni tashqi dunyoni inkor qilish deb tushunish mumkin. Bu xoldagi inkorni texmi ochiq ifodalash mumkin emas. Resim chizishning o'zi resimning o'zi emas, san'atning aslidagi g'oyasi va ma'nosidir. Bir san'at asari vujudga chiqqandan sirt istak fasilida qilishmi mumkin. Lekin uni ko'paytirishga qat'iy bo'lmaydi. San'at asarining o'ziga xos alohidagi saqlanib qolishi shart. Xos alohidagi bo'lmagan taqdirdami asarning mavjudligiga gumon paydo qilmaydi. Biroq uning ikkinchi nusxasi ya ko'paytirilishi inkordan boshqa bir narsa emas. Dal bu nuqtada buni xulosaga kelamiz. San'at asari ko'paytirilgan hamon ma'nosini yo'qotib qo'ydi. Bundaq bo'lganda san'atkorning istiki yoki niyati
ko'rinishda imzo qo'yish orqali tasdiqlash san'at asarini tasdiqlagan eng oxirgi ishi bo'lib qoladi. Sechivetters san'atkor o'ttirg'i chiqargan har narsa san'atdir deydi. Niyat yoki moyillik inson harakatlarini tashqi dunyoda ma'na, ifoda va natijalarga o'zgartirmasimi, o'zgarmas qimmat o'lchimi sifatida saqlanib qoladi. San'at ijod qilish deganlik bo'ladi. Ya'ni faoliyatning dalozi xuddi natija chiqmaydigan bir ishqa yoki bihudi fidokorlikqa qimmat ato qiladigan narsaning axloq bo'lganligiga o'xshash. Agar san'at din va axloqning qo'shimcha va tasodifiy narsalarning hammasini chiqarib tashlasak, istak, arzu yoki niyatlarni uchirtamiz. Mundaq chiqilib aytganda, ularning eng oxirgi va haqiqiy ma'nosi bo'lgan erkinlikni topa olamiz. Din, axloq va san'atning mohiyati o'xshash, ya'ni insoniyat. Madaniyatning taqozosi sifatida takrorlanadigan asarlarmi san'atkorning xarakteri va kishiligi turtkisida yangilanadi. Arthur Rubinstein bir qatim Beethovenning 4-royal konsertosini har qatim ijro qilganda boshqacha tuyg'u berdiganligini aytgan edi. Meyerhold bir ijodiyat, masalan, Hamletning o'xshamagan rejissyorlar tarafidan sahnaga qanchalik elib chiqilsa, shunchalik yangi asar bo'ldiganligini ilgari surdi. Bu san'at asarida emas, balki san'atkorning ichki dunyosida va xarakterida paydo bo'ldiganligi. Kishilik xarakterining faqatla erkinlikka intildiganligini ko'rsatib turdi. Qisqasi, san'at asarining sahnada qo'yilishi ham san'atkorga nisbatan hamda tomoshabinlarga nisbatan har doim yangi hisoblanadi. Asar ustida gap chiqib qolganda, san'atkor ustida ko'proq to'xtalamiz. Picasso, Kezezanning rasmlariga har qatim nazar solganida, Kezezanning bu rasmlarni chizganda qandaqroq hissiyotga ega bo'lganligi qiziqadiganligini aytadi. Rassomning nimani chizganligi muhim emas. Muhim bo'lgani rassomning dal o'zi, ya'ni hissiyot. Onunca san'at asari san'atkorning kishilik xarakterini ko'rsatib berish nuqtasidan intayin muhim ahamiyatga ega. Hatto asarda san'atkorning axloqiy xarakteri gavdalanadi. Eski odamdan buyuk shoir chiqmaydi. Boris Pasternak debdikan bu gapni. Chunki asar deganlik yozuvchi yoki san'atkorning o'zi deganlik bo'ladi. Bu ahvolga normal parangdimi shohid bo'lamiz. Masalan, asarning ismini berishning o'rniga bu Kezezannizm, Dürer, Robinstur deymiz. Kecha navbati deyishning o'rniga Rembrandt degan vaqtimizda rasm haqida deyishga tegishli hamma narsani deb bo'lgan bo'lamiz. Mohiyat degan aslida buni ko'rsatadi. Qolgani uningga chetishlik munosabatdan boshqa bir narsa emas. San'at ichki dunyomizning haqiqatlariga tava bo'lib, hargizmo realliklarning tashqi dunyosiga emas. Shunlashqa samimiy va g'ayri samimiy san'at o'ttirisida ilhomga tayangan bir she'r bilan birovning talabiga asosan yozilgan she'r o'ttirisida ro'shan farq mavjud. Nima uchun her kechirmikashlik nachar ishdir. Yani Allah'ın debdikan bu gapni. Asli nusxa bilan ko'paytirilgan nusxa orasida vujudga chiqarish nuqtasidan farq mavjud. Lekin obyektivlik nuqtasidan hech qanday farq yo'q. Kechqa munosabatlik ish model bunga o'xshaydi. O'rnini obyektivlikni asos qilib inqilob chiqish tirishchanliklarining hammasi yo'q chiqadi. Shunlashqa Abraham Moles kech obyektiv bir narsa bo'lmasdan inson bilan obyektiv narsa orasidagi munosabatdan iborat bo'lib, ism bo'lmasdan balki sifatdir deydi.
Meyli resimning o'zi bo'lsin, meyli vujudga chiqish shakli bo'lsin, har qanday bir san'at ne saxta bo'lmaydi, ne haqiqiy. Lekin san'atkorning dunyoga va o'z asriga tutgan pozitsiyasi san'at asrini saxta qilib etishi mumkin. Takrorlash, taraqqiy qildirish yoki akademiklashtirish qatorliqlar asarning ism jihatdagi uslubi yoki shakli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar saxta hisoblanadi. Chunki haqiqiy ilhom va erkinlik engidan mahrumdur. Erkinlik san'atda ishki dunyoning sharti bo'lib, o'rnini hech qanday bir narsa basanmaydi. Akademiklashtirish deganlik o'lim bilan barobar. Cenk Kasso debdikan bu gapni. Samimiyatsiz san'atkor uluk tug'ilgan bir asar vujudga chiqargan bo'ladi. Bu namozga o'xshaydi. Hayajon yoki xushu ishida o'qilmagan namoz qaysi dunyoda va qaysi ongda bo'lishidan qat'iy nazar ma'nilik bo'lmaydi. Dindir yakarlik yoki shakilbozlik qandoq bo'lsa, san'atdimi akademikchilik shundoq bo'ladi. Ruhning harakati bo'lgan ijodiyatning ahamiyati va tashqi dunyoda reallikdan iborat bo'lgan asarning qo'shimcha ahamiyati tushunish tas bo'lgan san'at asarlarining vujudga chiqishidimi ifodalanadi. Bu yerda buni nuqtani ta'kidlab qo'yaylik. Hozirgacha to'liq tushunishlik bo'lgan, ya'ni boshqalar tomonidan to'liq tushunilgan biror san'at asari bo'lib baqqan emas. Darvaqa san'at asari bilan bir ichki masala. San'at asari oldi bilan bir ichki masala, bir sir ve bir e'tiqod masalasidir. Fransuz heykeltıraş adam bu gapni qilibdi. San'at asari bu alaylik bilan boshqa insonlar tarafidan qisman bo'lsa-mu tushunishlik narsaga aylanishi mumkin. Rasmlarimni dunyoda birlik kishi tushuna oladi. U bo'lsa-mu men. İtalyanın tonulgan ressamlarının De Chirico metafizika resim san'atining qurg'uchisidir deydi. Tragediya yozuvchilar tarafidan yozilgan dramalar agar haqiqiy bo'lsa, yolg'iz yozuvchilarning turmushlaridan bir bo'lak xolos. Ignazio Siloni mundaq deydi. Öz hayotim to'g'risida hech qanday yerda eg'iz ichib boqmagan bo'lsam-mo, romanlarimda barliq personajlar mening hayotimda eg'iz ochidi. She'r san'ati monolog va ko'p qatimliq sukunatlikdan iborat. Biroq shoirga nisbatan monolog haqiqatdan iborat. Alberto Giacometti. Ko'zsiz haykalchilikdan nimani demoqchi bo'ldi? Giacometti san'atni bema'ni faoliyat bilan imansız narsalarni izlash va o'tni tutishga, ruhiy dunyoning mohiyatini tushunishga buyurtirishdan iborat deb ta'riflash orqali suoliga qisman bo'lsa-mu javob bergan edi. Tomoshabin yoki anglag'uvchilarning tushuniksiz bir she'r, rasm yoki obrazga noroziligi asosindagidek san'atning mohiyatini tushunmaslikning natijasidir. Bu sababdan ijodiyatning o'zi san'atning eng asosli g'oyasi hisoblanadi. Asar bo'lsa san'atning tamomlanmagan simovli xolos. Ijodiyatda san'at to'liq namoyon bo'ladi. Xushalliqmi kam bo'lmaydi. Asarda buningdan faqatla az bir qismi mavjud. Bu ahvol san'atkorga nisbatan qayg'u manbasi hisoblanadi. Ba'zida bir obraz yoki haykalning haqiqiy ma'nosini tushunish intayin tez. Chunki asar san'atkor va uning harakatidan tamoman ayrilib qolgan bo'ladi. Ko'rgazma zallariga qilgan ziyoratlarimiz bizning qiziqishimizni sustlashtirib qo'yishi mumkin. Bu yerda abadiy ateş yanmaydi. Bir zamanlarda resim idi, lekin hozir undaq emas deydi. Jean Dubuffet. Bir san'at eseri bir ruh ichida yangan
otning neticesidir. Eserning özü bu ot emas. Montaj qilib aytganda, eser otning mavjudligiga shahid bo'lib, ot qoldirib qo'ygan izidir. Uslub ve ünüm. Senetkar bilen eser, subjektif bilen objektif prinsipler arasındaki ziddiyet, ma'lum bir senet eserinde uslub yoki ünümning üstünlüğü. Hakkında eserlerden biri davamlaşıp gelgen ihtilafның türküsüde tadqiq qilinishi mumkin. Uslub bilen ünüm o'rtasidagi munosabat inson bilan objektiv narsa o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Uslub xususiy bo'lsa, ünüm g'ayri shaxsiy objektiv bo'lgan bo'ladi. Uslub yaratiladi, rol tahlil qilinadi, tadqiq qilinadi va quriladi. Uslub hayajon bilan to'lgan bo'ladi. Onunla samimiylik, tecrübe, qo'yiq ishtiyoq bo'ladi. Ünüm bo'lsa texnika nuqtasidan mukammal bo'lishi mumkin. Uslubga yetish tez. Izohlash texmo tez. Rolni izohlig'i bo'ladi. Bir-biridan ayrım, müstakil iki faaliyet şekli bağ bulup, ular güzelleştiriş bilen texniki mükemmelliki. Birisi anısının izahlanışı mümkün olmaydigan güzellik ve şekilgi bo'lgan estetikinin kandırılışı. Yani biri insanın ihtiyacının ifadesi bo'lgan rolünü nazarda tutuş. Biri xilma-xil ve şahsiylikka, yana bir xillikka qarab yuzlanadi. Fakat güzelleştirishga ahamiyat berib, rolni saqit qilib, shakl berish asonli buzilishi keltirib chiqardi. Sun'iy ve aciz ta'sir beradigan bir binoni vujudga chiqardi. Yani bir tarafda faqatla roliga ahamiyat berilgan texnika mukammallikning natijasi. Bir xillikla yüz tutkan soğuk ve karaktersiz obyektlik yatıdı. Fonksiyalizm taraftarlarının biri bo'lgan Mies van der Rohe, eğer çirkavni obdarak hesap çıkımız deydikenimiz, yasaladigan çirkav zavodlardan qilchimo farqi bo'lmasi kerak deydi. Bununla şunu ko'rishga bo'ladi ki, dünyanın ömürlük bu iki ziddiyeti uslub bilen rol o'rtasidagi ziddiyet takrorlanmakta. Bir-birinden ayrı müstakil iki paylaş şekli bağ bulup, ula güzelleştiriş bilen texnika mükemmelliki depti qadirli qirindaşlar. Yani toxtılıvatkan mezmun, uslub ve ünüm. Yani senetkar bilen eser, subjektif bilen objektif prinsipler arasındaki ziddiyet, ma'lum bir senet eserinde uslub yoki ünümning üstünlüğü hakkında eserlerden biri davamlaşıp gelgen ihtilafның türküsüde tadqiq qilinishi mumkin. Uslub bilen ünüm o'rtasidagi munosabat inson bilen objektiv narsa o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Uslub xususiy bo'lgan bo'lsa, ünüm g'ayri shaxsiy objektiv bo'lgan bo'ladi. Uslub yaratiladi, rol tahlil qilinadi, tadqiq qilinadi ve quriladi. Uslub hayajon bilan to'lgan bo'ladi. Onunda samimiylik, tecrübe, qo'yiq ishtiyoq bo'ladi. Ünüm bo'lsa, texnika nuqtasidan mukammal bo'lishi mumkin. Uslubga yetish tez, izohlash texmo tez, rolni izohlig'i bo'ladi. Bir-biridan ayrım, müstakil iki faaliyet şekli bağ bulup, ular güzelleştiriş bilen
texniki mükemmellik. Birisi insanın izahlanışı mümkün bulmaydigan güzellik ve şekilge bolgan istikinin kandırılışı. Yana biri insanın ihtiyacının ifadesi bolgan rolunu nazarda tutuş. Biri xilmi-xilliqi ve şəxsilikə, yana biri bir xilliqi qarab yüzülüdü. Fakat güzelleştiriş kila ehmiyet berip, rolunu saqit qilib, şekil beriş asalla buzuluşu keltirip çıkırdı. Sün'i ve aciz tesir berdigan bir binanın vücudga çıkırdı. Yeni bir tarafta fakat rol gıla ehmiyet berilgen texniki mükemmellikinin neticesi. Bir xillik qılı yüz tutkan soğuk ve karaktersiz obyektlik yatıdı. Fonksiyalizm taraftarlarından biri bolgan Mies van der Rohe, eğer çirkavni obdarrak yasap çıkımız deydikenimiz, yasalıdığan çirkav zavutlardan kılçımı farkı olması gerek deydi. Bununla şunu görüyorlar buludu ki, dünyanın ömürlük bu işki ziddiyeti, uslub bilen rol oturusidiki ziddiyette tekrarlanmakta. Depto, kadirlik kırındaşla uslub ve ünüm diyen mevzuda. Okuvatkanımız Şerik bilen Garip arlıqıda İslam Ali İzzet Begovich'nin Uyghur Tercüme Merkezi tarafından tercüme kılınıp, adil Uyghur kardeşimiz tercüme kılgan, neşir kılıngan bu kitap, nahayet yaxşı kitap, kadirlik kırınsıda kattığı mukavılık, kitapın bet sanı 364. Sənət və tənqid. Reallıqlar tənqidinin məğdubiyetini və pasilini izahlab verişi mümkün. Tənqid sənət əsərini izahlab verişki küçəydi. Biroq logikалық usul səbəbidən pərəz qilish iqtidaridan məhrum. Şuna tənqid əsərini öldürdü degan gap var. Tənqid düşənçi meyvesi bolmagan narsaga ma'no berishga tirishidi. Obzorchiga nisbatan asar obyektiv bir narsa yoki psixikalik hodisa deb qaraldi. San'atkorga nisbatan bo'lsa qayg'u hasrat va beshidan bo'lib o'tganlarning ta'sirida harakatlangan ichki hodisa, ya'ni subyektivlik sanıldı. San'at tahlil va logikalik tafakkurining natijasi bo'lmasdan qayg'u va azobning mevasidir. Picasso. Şuna obzorchilar meseleге tutgan pozisiyasi sebeplik san'at eserini aydınlaştırıştan bekle hölümleştirip ötüdü. Einstein Kafka isimli bir yazgıcının eserini okugandan keyin ağrıdı. Onu faqatla okuyalmadım. Onu düşünüş için insanın ruhi yeterlik derecede murakkep emas. Thomas Mann yazgan mektuptan elinde depti. Biroq obzorchilar Kafka'nın üzüdünmü üstünlük erişidi. Alfred Keys'nimi bazı obzorchilarning eserini okugandan Kafka'nı okuş tüzükrek deyişidi. Kafka obzorchilarning kitaplarını insanlıktan uzak ekanliklerini ispat qiladigan misal süpütüdü belki. San'atda tanqid qandaq mümkün bo'lmasa, o'xshash sebepler tüpeyli dindimi teologiya şundaq mümkün bo'lmaydi. Falikner obzorchilarni bozor bilan silishtiradi. Tapto tırnaqchidi. Din ilmi bo'lmaydi. Haqiqiy diniy va axloqiy masalalarini drama, teatr va roman muvofiq shaklda izohlay olishi mumkin. İncil bilan Qur'on teologiya kitobi emas. Bu xusus din bilan san'at orasida aloqa, hatta beqinchilik nuqtasi hisoblanadi. Xristianlik haqiqiy ma'noda teologiya emas, faqatla İsa haqidagi tarix sifatida mavjud bo'la oladi. İsa bilan İncil bir tarafda bo'lsa, Paul bilan chirkov yeni bir tarafda o'rin oladi. Din bilan san'at orasidagi uchrashish nuqtalari haqidagi bu analizni yakunlaganda monolarni ta'kidlashning zurriyati bor. San'at insonni izdiganda qilgan bilan
əməliyyatda Allah'ını izləydi. Bəzi sənətkarlarının ateist buluşu bu reallıqni özgərtilməydi. Dərvaqə sənət hərəkət usulü olub təfəkkür şəkli emas. Alayın debdi o gepni. Dini olmağa resim, heykel, şiir bozmu. Lekin dini olmagan sənət qət'i mevcut emas. Ateist sənətkar sani intayın az. İnsanın muqarrer ziddiyetiге hitap kılgan din sırt anısının anlık mentikisiga gayri ihtiyari umumi mayillikten nisbi müstakillik intilişige hitap kılıdı. Bu gayri ihtiyar umumi mayillik asman bilen yerinin barlık besimga insanın cevabını teyir kıldı. Dini akideler mevcut olmasa sen'et hakikati mu mevcut olmaydı. Debde kaderli kırımdaşlar şunda kılıp 3. bab bu kulumdaki şerik bilen garip alakalı İslam el-Yazet bir koştum bu kitabıdan 3. bab sen'et hadisini tükettik. 4. bab ahlak diyen babda ütümüz mesuliyet ve menfaat. Ondan başka niyet ve emel lekin çeniktiriş ve terbiye. Onun lekin çeniktiriş ve terbiyeni köyde kürdükemiz kaderli kırındaşlar. İnşallah 4. bab ahlaknımı birlikte öğünüşke Allah ikimiz nisip kıla. Geçe bir yerim boldu. İnşallah yaxtuğan bolsanlar kırındaşlar olan birlikte görüp ya ki paylaşıp başkalarına yetkizip duyasılar. Kitap Arap bilen Şerik Arlaqada İslam diyen kitaptın senet ve senetkar diyen mezmunlar ve başka mezmunlarını bir şeyde öğünüp ettik. Allah'ın özgü emanet olanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.